Har hafta Londonga borib kelish qimmat emasmi? Moliyaviy tomondan qiynalmaysizlarmi degan savollarni juda ko'p olaman. Bugun ham darsim tugashi bilan uyga bormay to'g'ri Londonga uchib ketishimga to'g'ri keldi. Bugun sizga Niderlandiyadan Londonga qanday qatnashim yo'lini ko'rsatib berish bilan birgalikda yuqoridagi savollarga ham javob berib o'taman. Men Erasmus orqali 3 ta davlatda o'qiyman va oddiy stipendiya bilan yashaydigan talabaman. Turmush o'rtog'im ham Londonda o'rtacha ishda ishlaydilar. Pulimiz oshib toshib yotgani yo'q. Lekin bitta narsa bor. Biz qanday arzon sayohat qilishni o'rganib olganmiz. Men ko'p yillardan beri Skyscanner'dan foydalanaman. Eng yoqtirgan funksiyam bu Everywhere funksiyasi. Qayerga uchishni bilmasangiz ham eng arzon yo'nalishni o'zi ko'rsatadi. Siz buni O'zbekistonda ham bemalol ishlata olasiz. Ko'pchilik bu haqida bilmaydi. Masalan, uchib ketish joyi qilib O'zbekistonni belgilasak va Everywhere tugmasini bossak, biz O'zbekistondan uchishimiz mumkin bo'lgan eng arzon davlatlar ro'yxatidan chiqaradi. Va yana bir yoqadigan funksiyasi bu siz o'zingiz xohlagan davlatga qaysi oyda biletlar arzon bo'lishini oldindan bila olasiz va shunga qarab rejalashtira olasiz. Video so'ngida pastda sizga Skyscanner ilovasi uchun link qoldiraman. Shu link orqali xohlagan mamlakatingizga qachon biletlar arzon bo'lishini sekin ko'rib chiqishingiz va rejalashtirishingiz mumkin. Balki bugun emasdir, balki ertaga ham emas, lekin reja bo'lsa, albatta yo'l ham topiladi. Chet elga sayohat qilish bu faqat chiroyli videolar emas, bu reja, hisob-kitob va mas'uliyat ham degani. Agar to'g'ri vositani bilsangiz va to'g'ri rejalashtira olsangiz, o'rtacha oylik bilan ham dunyo yaqinroq bo'lishi mumkin.